Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadr kechalari muborak bo'lsin. Bugun yana dolzarb ko'pchiligini qiziqtirgan bir mavzuni davom ettirmoqchiman. Avval sizlar bilan bu Falastin, Iroq, Shom, Libiyada bo'lgan hodisalarni sababi Sion tashkilotlarini biz haqimizdagi tushunchalari natijasi ekanini gapirgan edim. Juda ko'p odamlardan juda ko'p tashakkurlar, reaksiyalar bildirildi va bunga o'xshagan narsalarni jon omonat bilgan odam yetkazib qo'yish kerakligi hayolimga keldi. Kitoblarni yozish kerak o'zi buni. Qiziqligi bizda mana shunaqangi kuchli tarixiy faktlar hozirgi bo'layotgan siyosiy voqealarni asli orqasida nima borligi ko'pincha indalmaydi, aytilmaydi. Biz ko'pincha albatta dunyoviy davlatchilik to'g'risida fikr yuritamiz u dunyoda bo'layotgan geosiyosiy hodisalarning orqasida e'tiqod yotadi, din yotadi. Bugun evangelistlar to'g'risida ozgina sizlar bilan o'rtoqlashaman. Evangelist yo'nalishi xristianlikni protestant yo'nalishini bir shoxchasi hisoblanadi. Evangelist tushunchadagi xristianlar ko'proq Amerikada joylashgan. Amerikani o'sha respublikachilarining aksariyati evangelist e'tiqodidagi odamlar. Masalan, Trump evangelist odam hisoblanadi. Va e'tibor bersanglar, yaxshilab kuzatinglar, ular har kuni erta tongda ish boshlashdan oldin ibodat qiladi. Ibodatlarini g'oyalari bor. Ular Masihni kutadi, Masih. Ular butun insoniyat tarixini evangelistlar 7 bosqichdan iborat deydi. 7 bosqich. Odam alayhissalom birinchi bosqich, Nuh alayhissalotu vassalom davri ikkinchi bosqich, İbrahim alayhissalotu vassalom davri 3-bosqich, Bani Isroil davri 4-bosqich, İsa alayhissalom va cherkov davri 5-bosqich, undan keyin katta urush davri bo'ladi. 7 yillik qahatchilik urush bu 6-bosqich, keyin İsa alayhissalom qaytib keladi, 1000 yillik davlat quradi. Xristianlarni, mana shu evangelistlarni yashirin tarzda osmonga olib chiqib ketadi degan tushuncha. Mana shu tushunchalarning ichida 7-bosqichga yaqinlashganmiz degan g'oyada hozir ular. Evangelistlarda shu 7-bosqich arapasidamiz. Ya'ni 6-bosqich yaqinlashgan, 7-bosqichni tezlashtirishimiz kerak. Har bir bosqich o'tadi, Masih keladi. Kelib Yahudiylarning hammasi xristian bo'ladi deydi, musulmonlarni qirib tashladi deydi. Xullas mana shunaqangi e'tiqodlari bor ularning. Bu sizlar uchun bir formula bo'lsin. Hayolingizni bir chekkasida ushlab turing. Nima uchun Amerikadagi evangelist nasroniylar doim Sion tashkilotini, Izraelda davlat quraman degan yahudiylarni, radikal jamoasini qo'llab-quvvatlaydi? Do'stlar, Yahudiylarni ham bir qopga solmaslik kerak. Yahudiylarni ham ortodoksal yo'nalishi bor. Ular to Masih kelgunga qadar davlatchilik mumkin emas degan tushunchada ortodoksal yahudiylar bor. Ular ham diniga amal qiladi va ular Sion tashkilotiga qarshi. Tarixda o'sha Sion tashkilotini qurgan Theodor Herzl sionist bo'lgan, dadasi ortodoksal bo'lgan. Theodor Herzlning dadasi ortodoksal, o'g'liga qarshi chiqqan. O'g'li dadasiga quloq solmaydi, butun o'ziga quloq solgan tadbirkor, puldor odamlarni yig'ib Sion tashkilotini qurgan. Endi do'stlar, evangelistlar bilan sionistlar o'rtasida kelishuv bor. Masalan, sionistlar aytadiki, Masihni kutyapsizlarmi deydi? Ha, biz ham Masihni kutyapmiz deydi. Xo'p, Masih qachon keladi? 7-bosqichda keladi. Kelgandan keyin baxtli hayot bo'ladimi? Ha, unda tezlataylik deyishadi. Tezlatish uchun nima qilish kerak? Evangelistlar ham o'zlarini o'sha tafsirlarida, o'zlarini tushunchalarida Isroil o'g'illari, Yahudiylar
O'rta Sharqda davlat qurish kerak. Ularning kitoblarida, e'tiqodlarida shunaqa gap bor. Ular davlat qurish kerak, davlat qurgandan keyin Iso qaytib keladi degan tushuncha bor. Ana shu davlatni qurishda bizga yordam beringlar deydi sionistlar. Mana shu kelishuv bor bularning o'rtasida. Boshqa hamma g'oyalardan bular o'zlarining maqsadlari yo'lida foydalanadi. Masalan, satanizm tushunchasidagi yo'nalishlar bundan foydalanishadi. Masalan, Epstein yo'nalishi, satanizm. Bundan foydalanishadi. Dunyoni buzg'unchilikka to'ldiradi. Keyin Madagan degan joy bor, o'sha O'rta Sharqda. Madagan. Magadan degan joy bor. O'sha Magadan degan joyda juda katta urush bo'ladi. Ular bu urushning nomini Armageddon deyishadi. Armageddon. Do'stlar, dunyoda bo'layotgan mana shu harakatlarning orqasida mana shunday e'tiqodiy tushunchalar bor. Siz dunyo bo'yicha inson huquqlari deganda o'zingizni tushunmang. Ular inson huquqlari deganda o'zlarini tushunishadi. Bizning huquqimiz deyishadi. Ayollar huquqi deganda ular o'zlarini ayollarining huquqini nazarda tutishadi. Ular bolalar huquqi deganda o'zlarini bolalarini nazarda tutishadi. Nimaga desa, e'tibor bering, urush bo'lganda musulmonlarning bolalarini maktabigacha ham portataveradi ular. Chunki u bolalari ularning nazdida huquqi yo'q. Bolalar huquqi ularning bolalari. İnson huquqlari ularning huquqlari. Musulmonlarni inson deyishmaydi. O'sha e'tibor bersanglar Yahudi radikal jamoalarini kattalari, rohiblari tezlatlaring Isoni kelishini tezlatlaring degan gaplari tarqagan. O'sha tezlatish mana shu shartnoma asosida bo'ladi. Endi musulmonlarda qanday holat bor? Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislari mo'jiza ekanligi, Payg'ambar alayhissalom Makka da katta bo'ldilar. Borib Madinaga hijrat qildilar. Va mana shu oralikda shu gaplarni gapirganlarida buncha ma'lumotni o'rganadigan kutubxona yo'q edi Payg'ambar alayhissalom atroflarida. U zot bu hodisalarning hammasini ipidan ignasigacha aytganlar. Asli nima bo'lishligi. Sionistlar Masihni hali ham kutishyapti. Iso alayhissalomni qabul qilishmaydi. Ya u Masih emas, u Dajjal deyishadi. Muhammad alayhissalotu vassalomni qabul qilishmaydi. U ham Dajjal deyishadi. Yolg'onchi Masih bu deyishadi. Haqiqiy Masih endi keladi deyishadi. Moshiyah deydi ularda, Moshiyah. Masih qaytishligi, Imom Mahdiyni chiqishligi bizning hadislarda ham bor. Bu hodisalar menga bir ajoyib narsani eslatadi. Muhammad alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lib chiqishlari arafasida Yahudi va Nasroniylar xuddi shunaqa bitta narsani tepasida bir-birlari bilan bahslashib o'tirishardi. Yaqinda oxirgi payg'ambar chiqadi, biz unga ergashib, sanlarni adabiyni beramiz derdi Yahudiylar. Nasroniylar aytardiki, u yangi payg'ambar chiqsa, unga biz ergashamiz, sanlarga qarshi u bilan birga urushamiz deyishardi. Muhammad alayhissalom chiqdi, Nasroniy ham ergashmadi, Yahudi ham ergashmadi. Unga musulmonlar ergashdi. Ey musulmonlar, siz Allohning eng suygan bandasisiz, esdan chiqarmang. To'g'ri ojizmiz. To'g'ri biz dunyo asboblarining aksariyati qo'limizda emas. Sasimiz, ovozimiz biroz past eshitilyapti, lekin eshitilyapti. Biz qisiq saslarimiz, minoralarni san azonsiz qo'yma Allohim degan bir she'r bor edi. Biz ovozlarimiz biroz qisilgan har tomonlama. Lekin haq ovoz bu. Xo'p, Masih qaytib keladi. Bu ya'ni mutavotir darajadagi gap, hamma gapirayotgan gap. Bizi islom nasroniylikdan buni o'g'irlab, ko'chirib, qanaqadir g'oya qilib shakllantirmagan. Ana u sunnat inkorchilari bor, murtatlar. Ularning gapiga aldanmanglar. Ko'chirib oldi, yo'q, ko'chirmagan. Manba bitta bo'lganligi uchun ma'no bitta chiqyapti. Injilda bor hodisalarning haqiqatlari Qur'onda ham tasdiqlanyapti. Bitta manba, ya'ni vahiyni egasi Alloh taolo. Endi do'stlar,
Armageddon urushi bizni hadislarimizda malhamatul kubro deyiladi. Malhama do'stlar lahmdan olingan. Go'sht degani. Ya'ni go'sht qiymalagich singari urush bo'ladi. Go'sht qiymalagichdan chiqqan, ya'ni мясорубкаdan chiqqan go'sht singari urush bo'ladi. O'shaning uchun malhama deyiladi. Malhamatul kubro, katta urush, katta qon to'kiladi. Va dastlab musulmonlar nasroniylar bilan kelishadi. Kelishib, bu Sion tashkilotini odamlarini hammasini barham beriladi. Dunyodagi butun fasod shularning ichida. Ularga barham berilgandan keyin o'rtada ixtilof paydo bo'ladi. Nasroniylar aytadiki, biz bu zulmni barham toptirdik deyishadi. Musulmonlar yo'q, buni Alloh qildi. Biz Allohni nusrati bilan erishdik deydi. Yo'q, men deydi. O'rtada janjal bo'lib, musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasida ham, evangelistlar o'rtasida ham urush bo'ladi. Hozir evangelistlar sionistlar bilan birga. Kun keladi, evangelistlar musulmonlar bilan birga bo'ladi. Nasroniylar musulmonlar bilan birga bo'ladi. Endi qiziq hodisalar bor. Esinglarda bo'lsa bir paytlar Moskva to'g'risida, Moskvaning g'oyalari, shunga o'xshagan ideologiyalari to'g'risida ularning e'tiqodi haqida gapirganimda, bular 3-Rim degan narsani olg'a suradi degan edim. 3-Rim degan narsani olg'a suradi degan paytimda, shu davrda shu gapirganimda, mana petitsiyachilarning birortasi 3-Rim haqida tasavvuri yo'q edi. Ana abror Rossiya paras, Rus paras 3-Rim deyapti. Qatta 3-Rim deyishgan edi. Men 3-Rimni qo'llab-quvvatlab gapirmaganman. Nima deganman? 3-Rimga nomzodlar bor. Katolik cherkovi, evangelistlar 3-Rimni biz tashkil qilamiz degan da'vo qiladi. Va pravoslav nasroniylar ham 3-Rimga o'zlarini nomzod deb bilishadi. 3-Rim Moskva deyishadi. Men o'zimni o'sha tarixni o'qigan kitoblarimiz, tahlillarimizni xulosasida, meni shaxsiy xulosam, yer yuzida fasodga, o'ta buzg'unchilikka aralashmagan nasroniylar musulmonlar bilan birga qoladi. Bular meni taxminim bo'yicha pravoslavlar. Evangelistlar sionist bilan birga sherik bular. Bular javob beradi. Bolalarni o'limiga, tinch aholini ustiga otilgan bombalarga bular javob beradi. Lekin pravoslav dinidagilar shunaqangi fisqi fasodga aralashmagan. Ular borib Iso alayhissalom qaytib kelgan paytida hammasi musulmon bo'ladi. Malhamatul kubroda insoniyatni 3dan 2 qismi yo'q bo'ladi, o'ladi. Yoki 4dan 3 qismi o'lib ketadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlar, malhamatul kubro katta jang bo'lgan paytida bir qism jamoa qochib ketadi deganlar. Bu qochganlarni Alloh taolo gunohini kechirmaydi. Jahannamga ketadi bular. Bir qismi o'sha joyda shahid bo'ladi deganlar. Malhamatul kubroda chekinmasdan dushmanga qarshi urushda shahid bo'ladi. Ular yer yuzidagi eng oliy shahidlar deganlar. 3-chi qism Alloh buyurgan buyruqda sobit turishadi. Malhamatul kubroda g'alaba bilan chiqishadi va ular yer yuzidagi eng saodatli xalq. Undan keyin bular fitnaga tushmaydi deganlar. Fitna haqida do'stlar, fitna haqida ko'zimizni ochishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Oddiy, sodda narsalarda fitnaga tushgan odam dajjol chiqqan paytida erta kunda ergashib ketadi. Mana masalan, hozirgi kunda yaqiningiz, qarindosh urug'ingiz, amaki, xola, tog'a, qo'ni qo'shni, yor do'st birodarlaringizni ichida Qo'qondagi Iqbol tabibni shu tabib, shu menga shifo beradi deb borayotganlar dajjolga ergashayotgan odamlar. Dajjol chiqqan paytida ketdi, ular ketaveradi orqasidan. Ana dajjol bizni yaxshi qilyapti-ku deydi. Dajjol o'zini xudoman deb e'lon qiladi. Iqbol tabib o'sha dajjolni bir kichkina ko'rinishi. Ozarbayjonga borib rosa aylantiryapti ekan. Ozarbayjonga ham yozdim men. Meni bloklab qo'yibdi-ki, mana bu Iqbol. Ozarbayjonliklar menga yozyapti. Bu Iqbol sizlardan keldi, qanaqa odam deyapti. Mashinnik. Shunga aldanyapti odamlar. Bir fohisha tabiat chiqib turib hammaga baqir-chaqir qilsa, o'shani tarafini olishyapti. Dajjolga erta kunda ergashishadi. Erta kunda.
Bir kul bor, kul. Katta bir olim, olov singari, alangedek olimdan qolgan kul bor. Kul bo'lganligi uchun, olov chiqara olmayotgani uchun har doim har kimni yuziga kul sochib o'tiradi. Bir qarasang ovoz oxunga tashaydi, bir qarasang shohjahonlarni ustozi bo'lib oladi, bir qarasang hammaga aql o'rgatadi. Bir ulamo aytgan ekan, farzandi biroz nobob ekanda. Nimaga farzandingiz nobob, hammaga yaxshilikni gapirasiz, Qur'on tafsir qilasiz, hadislarni aytasiz, odobga, axloqqa chaqirasiz. Nimaga farzandingiz beodob, bunaqa tarbiyasi buzuq, axloqi rasvo, hasadgo'y, nimaga bunaqa? Rangi kul bosgan, nimaga? Deganda bu biz odamlar bizni ahli ilm deb uyga mehmonga chaqirsa, mehmonga chaqirgan odamni qayerdan pul topayotganligini so'ramasdan, surishtirmasdan boraverganmiz. O'sha aroq sotadiganni ham, nasha sotadiganni ham, qimordan pul topganni ham, fohishalikdan pul topganni ham uyga borib ovqat yeb qo'yganmiz. O'shani quvvati bilan kelib bu bola o'shandan bo'lib qolgan. Ya'ni haromdan bo'lib qolgan bu. Haromdan bo'lib qolganligini ya'ni tuzatish qiyin ekan degan ekan. Bu ham bir Fozil qora aka ajoyib qilib aytib bergan buni. Bir ibrat oladigan narsa do'stlar. Katta ahli ilmni, ya'ni farzandi bo'lishi mumkin. Lekin fohishani tarafini oladi. Bir qarasang jasminni tarafini olib chiqdi shu. Kul. O'zingizlar bilaverasizlar kulli kimligini. Dajjal chiqqan paytida do'stlar, bu ma'lumotlardan bexabar odam ergashib ketib qoladi. Iymon o'ta muhim narsa. Dajjoldan qochishlikni boshqa yo'li yo'q. Dajjoldan qochmoqchi bo'lsangiz, iymon muhim. O'shaning uchun iymonda mustahkam turish kerak. Ba'zi ya'ni o'zini oqlash uchun iymonimni tikdim degan odamlar allaqachon iymonini sotib bo'lgan odamlar. Iymonni sotsa bo'ladi degan odamlar bular. Ularga ergashmang, ehtiyot bo'linglar. Men bu narsalarni aytib qo'yishdan maqsadim dunyo siyosatiga, dunyoda bo'layotgan hodisalarga to'g'ri baho berish uchun o'sha ishlarni qilayotganlarning e'tiqodlaridan xabardor bo'lishimiz kerak. Ular bizga qaysi ko'z bilan nazar tashlayapti? Bundan xabardor bo'lishimiz kerak. Bilib bilmasdan ularga ergashib ketmasligimiz kerak. Biz Muhammad alayhissalatu vassalomning ummatimiz. Yaxshilik bizda qolsin. Yaxshilik bizda qolsin. O qarshi taraf zulm qilgan bo'lsa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning zo'r tavsiyalari bor. Agar deganlar zolim yoki mazlum bo'lish tanlovida qolib ketsang, harakat qilgin, zolim ham bo'lma, mazlum ham bo'lma, harakat qil. Haqqingni ham yedirib qo'yma, birovning haqqini ham yema. Lekin iloji yo'q. Yo mazlum bo'lish kerak, yo zolim bo'lish kerak. Boshqa tanlov yo'q. Uchinchi variant yo'q. Nima qilasan deganda, mazlumlikni tanla deganlar. Hargiz va yana hargiz zolimlikni tanlama. Dunyoda zulm, qiyomatda zulumot bo'ladi. Inson yo'lini yo'qotib qo'yadi. Zulmdan ehtiyot bo'lish kerak. Zulm bilan obod bo'lganni oqibati barbod bo'ladi. O'shaning uchun har xil fohishalarni, har xil folbinlarni, har xil qimorvoz trading o'ynayotganlarni, har xil mashinaqangi folbin tabiat kohillarni gapiga laqqa ishonib ketavermaslik kerak. Bularning hammasining orqasida o'sha dajjal siyosati yotadi. Dunyoni hozir do'stlar dajjal siyosatiga yaqin olib borishyapti. Masih, dajjalni ham masih deyiladi. Yahudiylar kutayotgan Moshah u dajjal u. Haqiqiy masihni tan olishmaganligi uchun Alloh taolo ularni haqiqiy dajjal bilan dajjalga mubtalo qiladi. Ular o'sha dajjalning askarlari bo'lishadi. Dajjalning ikkita askari bor. Bittasi Sion tashkiloti, radikal, ikkinchisi musulmonman deb yurgan xavorijlar dajjalning askari bo'ladi. Musulmonlarni qiradi ular. Nozik chiziqlar do'stlar. Bularni farqiga bormasangiz, ajratib olmasangiz, ya'ni ketib qolish hech narsa emas.
qisqaroq aytmoqchi edim. Saharlik bo'lyapti. Barchalarga tashakkur. Bu mavzularni balki yana davom ettirarmiz. Armageddon, 3-Rim masalasini ya'ni chala qopdi. 3-Rim masalasiga da'vogarlik bor. Bu haqida avval menga kalaka qilib, qatdan chekiraysan, unaqa gap yo'q deganlar hammasi bugun chiqib, 3-Rim degan tushuncha bor deyapti. Hani Bobomurod Abdulla degan valati zino bor. O'zi valati zinoligini o'zi tan olgan. O'sha valati zino ham chiqib turib 3-Rim haqida gapiryapti. 3-Rim degan tushuncha bor. Men uni qo'llamasam ham, quvvatlamasam ham bor. Bunga harakat qilayotgan nasroniylar bor. Men bilgan hadislarning xulosasiga ko'ra 3-Rimning nomzodlari, ya'ni pravoslavlar g'alaba qiladi. Boshqa nasroniylarning ustidan. Katoliklar yo'q bo'lib ketadi. Evangelistlar qirilib ketadi. Katta ehtimol bilan. Nimaga? Chunki ular zulmga aralashdi. Pravoslavlar ancha musulmonchilikka yaqin. E'tibor bering. Qayerda musulmonchilik bo'lsa, katolik ularga qarshi nafrat bilan intrigalar, fitnalar qiladi. Pravoslavlar musulmonga yon bosadi. Shuning uchun do'stlar, biz musulmon o'laroq e'tiqodimizni, bizni qarshimizda turgan bu dajjal askarlarining ham e'tiqodini yaxshi bilib olishimiz kerak. Ajratib olsak, kim qaysi tarafda turishligini aniqlab oladi. Muhimi safni belgilash. G'alaba Allohdan. Alloh taolo barchamizni to'g'ri safda turishligimizga va to'g'ri safdagilarning g'alabasidan nasibador bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mavzularga 3 ta nuqta qo'yamiz. Nasib bo'lsa bu mavzuni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.